Mana bizada Ecolife E'tiqod dam olish maskanimiz. Hamma narsa tabiiy holatda pishiriladi, tabiiy holatda mehmonlarga yetkaziladi. Bu bizning restoranimiz birinchi etaji, ikkinchi etaj majlisli zal, uchinchi etajimiz konsert zal. Bu dam olish xonalarimiz, uylarimiz. Hammasi tabiiy holatda. Mana namoz o'quvchilarga masjiddan bor. Bemalol dam olgani kelaversanglar bo'ladi. Hamma shart-sharoitlarimiz bor. Daji unlarimiz ham tabiiy chiqariladi. Tandirlarimiz ham shu yoqda mana. Hammasi tabiiy holatda nonlar o'zimiz pishirib yetkazib beramiz. Hamma yog'i tabiiy bo'ladi.